Assalomu alaykum, hurmatli Kesh Universal kanali a'zolari. Bugun sizlarga shaharda eng zo'r joylaridan Sagdiy mahalla. Ko'cha ham mana shaqacha asfalt bo'lib kelgan. Bu tomoni ham mana chiqib ketayotgan ko'cha, Pedinstga qarab chiqib ketadi, bu tomoni mana Sagdiyga qarab chiqadi. Mana mahalla. Mana shu hovlini sotuvga qo'yamiz. 10 sotik. Bunaqa joylar kam topish. Pul berib ham topish qiyin Bag'ladan. Mana bizga bugun variant chiqdi. 10 sotik. Mana hozir ichini ko'rsataman. Tashqi ko'rinishi mana bu tomondan 3 ta deraza qilingan. Mana shu reshotkadan boshlab mana bag' asfalt bo'lgan. Shu oxirigacha mana bu tomondan 3 ta deraza akfa qilingan ekan. Bu tomoni mana shu vaqt tugaguncha stalba turibdi. Stalbadan keyin ham ancha joy bor. Blok g'ishgacha. Blok g'ish bilan devor qilingan. Mana shungacha. Fasadni o'zi ham 50 metrdan ko'proq menimcha. Ichkarisini ko'rsataman. Mana kirishdan chap tomonga asosiy zdaniya qilingan. Tagi podval. Uyda ichkarilarini ko'rsataman. Mana bunday qilib tom yopilgan tunka bilan. Ozgina ish qolgan отделка ishlari. Bu tomonga подсобный, kuxnya, hammom. Yana bitta mana asosiy xona bir kirishdan qilingan. Hovli mana katta hovli. Bu narsalar hammasi chiqib ketadi. Suv bor, svet bor. Mana buqqacha polni stяжка qilingan uy tayi bilan. Mana bu tomondan hovliga qaratib 3 ta deraza qo'yilgan. Mana hovlining общий ko'rinishi. Bu tomonga mana podval. Podval ham normalniy qilingan, betonlari mana 2 metrdan ziyod qo'yilgan ekan. Darvozalar ham qo'yilgan. Tepasi monolit qilingan. Buni oldi mana ayvon qilib xonalar qilingan, ichkariga отделка ishlar turibdi. Bakka 2 ta xona. Katta xona qilingan, balandliklari ham normalniy. Pishig'ishdan qilingan polni. Mana bu katta mehmonxonaga mo'ljallangan shekilli. Pishig'ish bilan mana terilgan. Loy suvoq qilingan. Tepalari ham normalniy yopilgan. Mana bu tomonga alohida qilib taglari уже tayyor to'ldirilgan. Derazalar qo'yilgan, patolog ham qilingan ekan, plastik. Menimcha bu detskiymi yoki tagi polni to'ldirilgan ekan. Buni ham mana patologi bor, plastik. Montajlari ham qilingan ekan. Hamma narsa chiqib ketadi, lekin hech narsa qolmaydi. Montajlar qilingan. Eng asosiysi lokatsiya juda zo'r. Sagdiydan ancha odam qidirib yuradi uy. Darvozadan kirishga o'ng qo'lga yana xona qilingan kattagina. Bu oshxonaga mo'ljallangan bo'lsa kerak. Bu tomonga mana yana bitta xona. Bunisi mana hammom, tualetga mo'ljallangan. Tepasi monolit qilingan, tualet ham qilingan. Tepa monolit. Usti polni shifer bilan yopilgan. Oxirgisi tandirxonaga mo'ljallab qilishgan shekilli. Chegara mana shu betongacha
mana bu blok g'ishtgacha bu tomoni alohida. Mana hozir 10 sutigimiz mana shu blok g'isht bilan mana shu betongacha. Mana bu tomondan ko'rinishi общий hovlini 75 ming narx qo'ydik. Kelishadigan joyimiz bor. Narx pul bilan kelsanglar gaplashamiz. Zo'r joydan kattaroq hovli qidirganlarga tashlab qo'yasizlar. Agar olib qolishsa savob bo'ladi sizlarga ham. Bir kishini o'ylik qilgan bo'lasizlar, murodiga yetkazgan bo'lasizlar. Telefon qilinglar, gaplashamiz. Podpisatsiya qilib, like bosib, zvonokchani qo'shib qo'ysanglar уведомленияni. Bundan keyingi chiqaradigan variantlarimiz hammasi chiqib kelaveradi уведомление bo'lib.